Üşüfeğe findime Dünyama dollar feğenden Hem şiül hem ertirdin efin bilen Oyladım bal boğatları Yürüğümde balmağı İflep geldim ben Sen ömrümme Yürüğümde başka yer yok Bu yürüktün efini feydi Sana tay yok sana söz yok Yaradan seni bana bildi Asma zemin arasında İn bol yeri yürüğümde İnni sen bol yürüğümde Bol yürüğümde Benim ömrümde Üşüfeğe findime Dünyama dollar feğenden Hem şiül hem ertirdin efin bilen Oyladım bal boğatları Yürüğümde balmağı İflep geldim ben Sen ömrümme Yürüğümde başka yer yok Bu yürüktün efini feydi Sana tay yok sana söz yok Yaradan seni bana bildi Asma zemin arasında İn bol yeri yürüğümde İnni sen bol yürüğümde Bol yürüğümde Benim ömrümde Ay gün doğmasın, iyili günüm olmasa Kışlar gelmesin, yazları görmesem Sevgi bulur mu, yar yarınla düşmasa Baktım bulur mu, sana gelin varmasa Şeylik hep hikaye var, şeylik hep rivayet var Her hikayen sonuna yar yarına kavuşa Benim üfleyen ne yarıma kavuşmanı Benim üfleyen yarım bile vurmanı Ay gün doğmasın, iyili günüm olmasa Kışlar gelmesin, yazları görmesem Sevgi bulur mu, yar yarınla düşmasa Baktım bulur mu, sana gelin varmadan Ay gün doğmasın, iyili günüm olmasa Kışlar gelmesin, yazları görmesem Sevgi bulur mu, yar yarına düşmasa Baktım bulur mu, bulur mu Ay gün doğmasın, iyili günüm olmasa Kışlar gelmesin, yazları görmesem Sevgi bulur mu, yar yarına düşmasa Baktım bulur mu, bulur mu Her günüm, her gece hem de gündüzüm geçen Sen sevgin bilen ezdiğim yıllarca Aydın sözlerim henüzüm yarısı Balbeden ömrümü Her günüm, her gece hem de gündüzüm geçen Sen sevgin bilen ezdiğim yıllarca Aydın sözlerim henüzüm yarısı Balbeden ömrümü Ay gün doğmasın, iyili günüm olmasa Sevgi bulur mu, baktım bulur mu Ay gün doğmasın, iyili günüm olmasa
yerine oyun çıkılmaz inni. Toyda iteylik yerler kasatılmaz inni. Mübarek mübarek, toy mübarek mübarek, yaxşı günler mübarek. Bugün şadiyanlı gündür, tadamımız mübarek. Bugün şadiyanlı gündür, yaxşı günler mübarek.
alıp sana bilseniz indi yakın bu kanlı parmağım sana dünyada yetmez miyim duruş bu sultanım sana her zaman yolunda heyecanım var benim bir acayip malika sahip kalım var benim taşımıyor nira parasız Kalan taşımıyor nira parasız Kadam basıp bilmeyle Gözler kumar nira parasız Kadam basıp bilmeyle Gözler kumar nira parasız Azar nira parasız Neden tabi işlerine çağıramam Kılmışsın azar nira parasız İnsanın geçeninde bülbül Azar nira parasız Taşanıyor nira parasız Kalan açlıklar nira parasız Kalan basıp bilmeyle Gözler kumar nira parasız Kalan basıp bilmeyle Gözler kumar nira parasız Siz kaldılar nira parasız Hizmet yaşamıyor nira parasız Kalan açlıklar nira parasız Kalan basıp bilmeyle Gözler kumar nira parasız Kalan basıp bilmeyle Gözler kumar nira parasız Siz kaldılar nira parasız Kuşamızlar nira parasız Hasta vücudumdan ortada duruyor Olman çayhandan Gül yüzünün işiyle ben ola ki bülbül Zülfü perişan O gül yüzünün işiyle ben ola ki bülbül Zülfü perişan
Ağzı gülgün Eyvada bir yofa eylemedi ki Olmanası yalan Eyvada bir yofa eylemedi ki Olmanası yalan Sensiz ne kadar iş bu cihanda güleceğim Sen bana gelsen Aydın yolu da kılsa kabul olmayacağım Canıma kurban Parçası hayran Ağzayı usliyle salıp ağlama Bir parçası hayran Olsun titer yaşam Ulun çayağına Olsun titer yaşam Çayağına Ulun çayağına Olsun titer yaşam Kullar olarak olsun. Merhaba, selamun aleyküm. Aslı dolarmış kimse kanalıyla bir kasama. Tüyüncel belge kursat gereği odaları bir hesap çıkarımlar başlayın. Kurma dostlar, azlıklar, yardım olacakız. Gönlümüzden tümden kaldı. Çoğu güldürüyoruz, kaçın olsun da. Geçemezsin kuralama kurulayacaksın. Kimin çoğumuzun tüm terasiyle. Yorlar sanılır olsun da. Kamil sonuna sanılır olsun da. Çok akıllı, hareketli, tuyla mübarek olsun.
Marhamat kelin salomlar. Mehmoz bag'rida to'ylari muborak bo'lsin. Kelin salomlar bilan boshlaymiz.
ustozimizga, ustozim Dijoxon opamga mingta salom, ming rahmatlarni bayon etamiz. Keling ikkovlarimiz uchun baxt qo'shig'i, vals qo'shig'i. Radima, idriyamolda joy belotanish, joy uspeh, o'zani yo'lovchi va o'tishlikmi. Yoshlarimizni barsozga chorlab qolamiz. Kameradan qo'yib, o'rnimizga o'tiraylik. Keldirimiz qilgan raqslar bor ekan. Albatta, Roman do'stimiz, Rozan do'stimizning ishtirokidagi Bulut organizatsiyaning ajoyib effektlari ostida. Gözlerine baksam dursa şu zaman senden başkası kalbime yaman. Sert rüzgarlar eserdi kapımda, senin yanın sanki en huzurlu liman. Bütün kavgaları bıraktım dışarıda, bir tatlı sözün saklı bu canımda. Gün bana dünyalar benim olsun, delikanlım de, bu gönlüm dolsun. Bir ömür adadım senin yoluna, ruhum seninle huzuru bulsun. Güneş doğmasa da karanlık sönmez, seni seven bu yürek geri dön. Yoshlar yo'lining omadlaridan tabriklayman. Har bir doimni bunga ishonishga, chiroyli holda sizga bo'lsin. Adını andıkça titrer bu sesim, sen benim aldığım en saf nefesim. Eğilmez başım dünyaya sen varken, diz çöker gururum gülüşün derken. Yaralı yılları bıraktım arkama, ilk günkü gibi yanar canın adına. Gül bana, dünyalar benim olsun, delikanlım de, bu gönlüm dolsun. Bir ömür adadım senin yoluna, ruhum seninle huzuru bulsun. Güneş doğmasa da karanlık sönmez, seni seven bu yürek geri dön. Oynanması için bu ruh hasretlerimize geri dönüyoruz ki. Varsa olasından uzak etmezsin, yoksa kuşlarımızdan kuşamadıyla. En gezgin kimliğine toydan olsun deyimize karşı çayları şöyle konuda akılması tekrar kaldı. Geri dönüyoruz sonunda sizlere. Toyda çıkandı, takip ediyoruz. Yoshlarimizni to'ylar qilmay kerak deyapmiz. Yoshlar vaqti bo'ling. Bismillah.
Assalomu alaykum hazratlarimiz. Siz aziz mehmon do'stlarimizni to'yimizga keltiriz. Bugungi to'yimizga kelgan barcha mehmon mezbonlarimiz nomidan va bizdan munofiqatni ko'p to'ylaringiz bilan qizg'in kutlaymiz. Ya hurmatli assalomu alaykum xonimlar va janoblar, nurlar va mehmonlarimiz, eshitlarga onajonim, va barcha chiroyli opa-sing'illarim, zabardast bahodir aka-ukalarim. Olamizning davomida Bugun san'atkorlar qiroli ustoz akamiz, Jonazar akamiz Eshqoyevlar oilasini hurmatli izzatlar kelgan barcha qadrli qarindoshlarimiz. Asal barchaga xush kelibsizlar deymiz, qadamiylarga hasanot deymiz. Hurmatli do'stlar, mana ushbu oqshom ko'rib turishingizdek, bir-birlariga o'zikka tosh qo'ygandek yarashib turgan. San'at darg'alib desak mubolag'a bo'lmaydi. Kuyov bolamiz Behruzbek ajoyib video muhandis. Qolaversa, Mavlidoxonning sevgan yori. Betakror ovoz sohibasi, o'z sohasining yorqin yulduzi Mavlidoxon Eshqoyeva. Biz sevgan san'atkorlarimizning azlarim bugun oqshom baxt visol kechalarida o'tirar ekanmiz. Behruz, Mavlidoxon sizlarga baxt, sihat, salomatlik tilab qolaman. Barcha san'atkorlar nomidan, do'stim, aziz mehmonlar nomidan, Turkmaniston xalqi nomidan, oilam nomidan, farzandlarim nomidan baxtli bo'linglar deyman. Ilohim baxtinglarga ko'z tegmasin, to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Shokajon aytganingizdek, mana bugun san'atkorlar oilasida to'y. San'atkorlarimizning katta hurmatiga ega bo'lgan qirol akamiz Behruzbek yoniga yarashgan san'atkorlar orasida alohida o'rin olgan. Go'zalligi, raqsi, enerjisi bilan elimizga tanilgan allaqachon muxlislarni olqishini olib bugun esa mana go'zal qizimiz Mavlidoxonni to'ylarida ishtirok etmoqdamiz. Mavlidoxon Behruzjon, tabriklaymiz. Mustaqil hayotga qo'ygan qadamlaringiz shahdan bo'lsin. Olganlaringiz gul bo'lsin. Hayotingiz ushbu gullar kabi go'zal bo'lsin. Shirinliklar kabi shirin bo'lsin. Hayotda shunday baxtli bo'lingki, baxtdan qochib, omadga qoqiling. Shodlik so'qmoqlarda yurganda, charchaganda, mehr chashmasidan suv ichib, hayotingizni xushlik davom ettiring. Bir-birlaringizni umrboqiy sevib, sevilib yashangizlar. Endi ustoz urfa odatimizga binoan to'yimizni har doim duoyi fatvolar bilan keksalarimiz boshlab beradilar. Bugungi oqshomimizga to'y boshchilik zimmasini o'z boshiga olgan to'y boshimiz bor ekanlar. Albatta katta mamnuniyatlar bilan bugungi oqshomimizning to'y boshchisi Shara bobosini katta mamnuniyatlar bilan davramizga chorlab qolamiz. Shara bobosi avvalambor bismillahirrohmanirrohim deb bu kechamizni ochib bersangiz hamda bu kechamizga bismillah deb boshlab bersangiz. Aka assalomu alaykum. Xush kelibsiz. To'ylar muborak bo'lsin, boshqa tomon davlatingiz ziyoda bo'lsin. Sizning ham xonadoningizga shunaqa ezguliklarni Allohim nasib aylagan bo'lsin. Marhamat. Allah huzur veremiz için. Hurmatli aziz mehmonlar, shu nevaramiz Behruz bilan gelimiz Mavlidoning baxt to'yida o'tamiz. Shularning to'yini ochiq deb e'lon etamiz. Bular ikki taraf ham Avlayni boshqalardan Eshqoyevlar ham, Do'stmurodlar ham shu babalarning shu izini davom ettirib vaqtimizda quvonib yashang. Chaqalarimiz ko'p bo'lib, Allohjon hamisha yurtimizga Avlayni boshqarib ketsin. Sog' bo'lsin. Elchar qoldingmi? Hurmatli mehmonlar, ruhi tomon yo'qolsin, chanamida. Boshqa zamon davlatimiz yod bo'lsin, sizning mo'jamizni, mashqalamizda umid kunlari buyuk tabrik nasib etsin. Katta rahmat. To'ylar muborak bo'lsin. Boshingizni baxtga kelib g'am ekmasin. Biring suluv, biring polvon ko'z tegmasin. Yarashibdi bo'ylaringiz qutlug' bo'lsin. Behruzjon, Mavlidoxon, bugungi nikoh to'ylaringiz. Albatta ustoz, to'y tantanamiz boshlandi. Endi yoshlar o'zini uchun tayyorlangan to'y dasturxonida o'tirib bilasizlar. Bugungi oqshom to'y dasturxon bu mehmonlar Behruzchik для тебя, родной. Желаем успехов, самого лучшего, быть счастливым. Hech qachon xonadoningdan to'y ketmasa, ukajonim mana shunaqa bardam baquvvat, bir gapli, qolaversa bizni do'stimiz bo'lib yurmaydilar. Omad maqsadlardan ketmasin. O'tiringlar yoshlar. Omadinglar bersin. Elimiz xizmatida
yurgan Behruzjon Mabutaxon bugun davramiz to'yda sahna sizlar uchun bezatilgan. Endi hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, to'yimiz boshlandi. Avvalambor oshpaz akalarimizdan, pazanda opa-singillarimizdan iltimos qilamiz, tayyorlagan shu taom ne'matlarni aziz mehmonlarimizga tortib bersalar. Ustoz Shobohram aka, bugun san'atkorlar oilasida to'y taqdiri. Shunaqa san'atkorlar kelgan, repertuar programma bo'yicha san'atkorlarni tanishtirish marosimi bo'ladi bu soatda. Lekin azizlar, hozir sanab ko'rsanglar, O'zbekistondan, Turkmanoboddan, Qozog'istondan, Tojikistondan, qolaversa o'zimizning aziz Turkmanistonimizdan sanasak 40 ta san'atkor turibdi yerda. Bitta guldiroz qarz aytganinglar sizlardan katta iltimos. Sanadik 35 ta san'atkor bor. Shularning ismini bir aytib o't desanglar, aytib o'tamiz ustoz, aytib o'tsak. Maylimi? Mabutaxon hamda Behruzni izzat hurmat qilib kelgan san'atkorlarimiz. Avvalambor betakror va sohiblar o'z sohasining yorqin yildizi Xushvoz xonadonimiz Shobohram Umbalov. Ustoz san'atkor akamiz Abdulla akamiz, Lazizbek hamda Kamolbek Shovovlar sizlarga ming tasanno. Azamat O'zbekistondan kelgan san'atkor. Faxriddin do'stimiz bor, betakror ovoz sohibi. Katta rahmat. Azizlarim, Behruz ukamizga alohida rahmat. Sardor jonli ijro quroli Sardorbek. Boshingiz omon bo'lsin, davlatingiz ziyoda bo'lsin. Yosh istiqbollarimizdan Merlin Umar. Boshingiz omon bo'lsin ukalarim. Yaxshi kunlarni ko'rguringlar. Mana shu bilan birgalikda davramizning qiroli, qirol diktorlarimiz Shavkatjon. Katta rahmat. Diktor opalarimiz, akalar, Temur akamiz. Ustozimiz Temur akamizga ming tasanno. Shogirdimiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Behruz ukamizga, ustozim Qo'ytandoq Bulbuli Mehro opamiz, boshdan omon bo'lsin. Gul opamiz, umuman diktorlarga hammalarga katta rahmat. Hamda Qo'ytandoqning betakror ovoz sohibasi Gulchahon opamga guldiroz qarz aytganlar. Davom etamiz. Boshlaymizmi endi? Abdulla aka, sizdan eshitamiz. Bugun azizlar sensatsiya to'y bo'ladi, boshqacha to'y bo'ladi. Leyla ukamizga bitta guldiroz, opamizga qarz aytganlar, raqqosamizga, Komiljon do'stimizning boshligiga Karnay Surnay yigitlari omadinglarni bersin. Katta rahmat, spasiba ramnimay. Omad baxt sizlarni tark etmasin. Mana to'y bahona diydor ko'rishdik hamma san'atkorlarimizga. Sog'lik omonligimiz dunyo turguncha turingizlar, elimiz xalqimiz nazaridan qolmayingizlar. Har kim bu dunyoda to'ylarga yetsin, to'ylar qilib elning oldidan o'tsin. Bu dunyoda mol davlat, shuhrat o'tkinchi. Shuning uchun ataganimiz to'ylarga yetsin. DJ Ruslan yoshlarimizning ajoyib DJ boshingiz omon bo'lsin. Leylashka hammalarga omad baxt tilab qolamiz. Abdulla akamizdan ajoyib taronlar, sozandalarimizga ham katta rahmat. Singimiz bilan kuyamiz baxt bo'lsin. Uni didori mani oromim, ko'rib dilim quvonar dildorim. Sevgisi kulgisiza oshkorim, o'zingdan o'zga bo'lar ozorim. Dil ichra munojotim o'zing
Aslında
Thank you.
And
Hadi boşlaşmasın. Sivada zaczniemy małpa dyskoteka. Devam edeceğiz. Çetin başlarımıza basar çetin. Wysynaj, wysynaj.
Shut
Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. Elin kızı naziktir, el kızı naziktir. Amanın küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. Eller oynasın, eller oynasın diller. Eller nelerse desinler, o dilleri yesinler. Amanın oynasın, eller oynasın diller. Eller nelerse desinler, o dilleri yesinler. Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Eğmeye gelmez, haydi eğmeye gelmez. Elin kızı naziktir, el kızı naziktir. Eğmeye gelmez, haydi eğmeye gelmez. Eller oynasın, eller oynasın diller. Eller nelerse desinler, o dilleri
To'yimiz yaxshi bo'lyaptimi? Bitta guldiroz qarshi qo'yinglar shulardan katta e'tibor. Endi davramizni tark etmanglar. Endi oldinda bo'ladi sizlar uchun eng zo'r kuy-novalar, ustoz. Eng yaxshi qo'shiqlarimiz. Temur bobo, ustozimiz chaqiraylik. Temur aka. Temur akamiz borlarmi davramizda? Eshtimar aka. Temur akamiz borlarmi davramizda? She'rda ustoz $50 Barno ustozimdan qo'yilgan ekanda, Barno ustozimiz, diktor opamiz hamda jezamiz Hasan akamizdan ro'shansiz qo'shilsa, guldiroz qarshilar ostida. Barno opa, o'rningizdan turing endi Molidaxon. Behruz Turkmanistondan bo'lgan sovg'a salotlari bilan bugun to'yimizda qatnasha olmayotgan, ammo tabrigini yo'llagan ustoz opamiz, Barno opamiz, diktor opamiz oilasi nomidan, Hasanjon jezamiz nomidan atalgan. Qani ketdi ajoyib sozlar ostida. Hey! Endi o'zinglardan olib Shakojon, bugungi to'yimizda aslida to'yimizlarda hammalarni ajoyib an'anaviy kechalarida xizmat qilib yurgan san'atkorlarimiz bugungi to'yimizda ikki og'iz shirin tilaklarini qo'shsin degan niyatdamiz. Nima deysiz? Albatta ustoz, nima deysiz o'sha? Keling endigi tabriklash so'z navbatiga. Tabriklash so'z navbatini hamda o'zini ilhomlari bilan mana bugungi to'yimizda hamma san'atkorlarimiz ishtirok etmoqda. Davramiz to'riga san'atkorlar qurollarini qo'limizga taklif qilamiz barchalaringizdan. Abdulla akam ustozimiz, Shabahramjon, Shabahram aka ustozimiz, Kamol, Laziz, Kamol, Behruz, Marlin, Fakhriddin, Boyatjon, DJ Ruslan. Пожалуйста, родной, идем сюда. Azamat O'zbekistonda kelgan mehmonimiz, ulug' san'atkor Behruzbek. Endi azizlar 5 daqiqa vaqtingizni olamiz, so'ng yana navbatni kuy-novalarga Selvi. Gel o'g'iljon, gel. Selvi. Gel o'qmay. San'atkorlar yaxshi bo'ladi. Yaxshi umidlar yozil dasturxon. Elga kirishni aytamiz. Bugun shu xonadonda Mavlidaxon ila Behruzjonni hurmatlab kelgan barcha san'atkorlarimizdan ikki og'iz shirin tilaklari bilan mana shu sahnamizda turgan yigitlarimiz elimizni to'ylarida xizmat qilib yurib, el xizmatidan charchamagan. Bugungi to'yimizda mana bo'ylari yarashgan orasida bo'ydoqlarimiz ham bor. Endi ustoz birinchi qizdan boshlaymiz. Mayli, Mavlidaxonning hamkasblari ustozimiz avvalambor Abdulla akam. Abdulla aka siz yaxshi niyat aytasiz. Agar mumkin bo'lsa keling yo'llarimizga ruxsat bersalaringiz, qo'limizni o'rtasiga olsak. Спасибо. Do'stim. Shavkatjon sizga ham spasibo. Mana shu hamma aytganimizdek hamma artistlarimiz, ukalarimiz, yetishib kelgan ukalarimiz hammalarga spasibo. Mavluda sizlar kelsangiz ham sizlar joylaringiz boshqacha baribir. Kelinkiyodir bugun sizning ismingiz. Yarashibdir bir-biringizga jismingiz. Baxtli bo'ling. Nurga to'lsin uyingiz. Chinordek uzoq bo'lsin. Sizning umringizda davom etamiz. Mavlaxon Shakirjon, sizlar qo'shaqlar nasib qilsa elimizning eng sevgan Batı bo'lsa
yaxshi istilaklar qilamiz. Bugun hamma aka-ukalarimiz, o'sha do'stlarimiz arslon mahsulotda hamma sizlarga birga biz tarafdan Shakopon biringizni bir axloq nasib berdi. Spasibo Balturovlar. Asachan ustoz betakror sohibi Shavobxon Barov. Do'stim omon bo'ling. Marhamat. Nima deymiz, Behruzjon nomida Baltudan qutlaymiz. Mana shu bugun shu hurmatlarni buyiga qanday muzika qilyapti. Hammasi hurmat qilib shu zajgat qilib turibdi-da. Просто bo'qmoq turibdi. Nima deymiz, Baltudan uzoq, jonim ham umri uzoq bo'lsin. Endigi yillar jonim ham to'yib jatayapti mana shu hammamiz birgalikda. Rahmat hammalaringizga ustozlar. Faxriddin ukamiz ham bir sizga bir she'r aytib berdim deyapti. Bir she'r bor ekan. Assalomu alaykum avvalambor to'y egalariga to'ylar muborak bo'lsin. Tabriklayman. Vaqtimiz nasib etsa. To'y zo'r bo'lyapti. Hamma xursand. Hamma ustozlarga ham rahmat hammasiga. Shavobxon aka hazilga ishlasam. Taqdir menga yog'dirganda balolar. Oyog'imdan chalganida xatolar. Yiqilmadim, egilmadim, sinmadim. Anjoqa ustozimiz bor, Abdulla ustozimiz bor. Ustozlarimiz qilib turibdi duolar. Hammasi joyida bo'ladi, nasib etsa. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Behruz, Hammash. seni deb Mavlidani deb bugun to'y olmadik. Endi Lazizjon Deganlar bir qasam chalib qo'ysin. mana karnaşlarning eng boshlig'i trend Turkmanistonning o'zimizga bizzatdagi bir she'rlarimiz ham bor ekan. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz do'stlar, mezbonlar, do'styorlar. Inshaalloh do'stlar, san'atkorlar, hammangizlarga to'ylar muborak bo'lsin. Mavlidaxon Behruzjon ikingizlar qo'shiningizdan qo'sha qaring. Baxtli to'xtli bo'linglar. Alloh nasib etsa 5 to'ylarda ham bir o'g'il qizlarning to'ylarini nasib etsin. Shu yerda o'tirganlar hammalaring yaxshi tilaklari, eng yaxshi tilaklaringizni Alloh o'zi yetirsin. Baxtli to'xtli bo'linglar. Rahmat sizga chonsin. Kamolga bildirasiz qarshi. Kamol. Kim? Davramizga. Kamol. Sardor ikkalangiz kelingda. Mana yosh umidlarimizdan bu ikkalasi. Bittasi joyda, torda yondirib oladi, bittasi hip hopda sindirib oladi. Har kimga har doim omad bersa ustoz, qarang shogirdlar yerimizni olmoqda. Mani shogirdim emas bular. Bular mening do'stim. Birgalikda o'sdik, qo'shiqni bilan aytdik. Hali yana bir 40 yil xizmat qilamiz, Kamol Sardor. Ustozlar pensiya chiqsa ham Mavlidaxon faqat to'yinlaringda bizlar qo'shiq aytamiz, Sardor. Kamol. Qaysinglar? Bir Sardorlar. Avvalambor assalomu alaykum. Uzoqdan yaqindan kelgan og'ayni qarindoshlar, xush kelibsizlar. Tavbat to'ylar muborak bo'lsin. Chechan bilan qo'shaqaring. Nima deyman? Yoshlarimiz ko'p bo'lsin. Baxtlaringizni hech qachon ko'z tegmasin. Hamma yaxshi kunlarda hamma san'atkorlar jam bo'lib xizmatda bo'layapti. Sevgidir do'stlarim, durmushim taji, sevishmek so'yjidir ayrılık acı. Acısı so'yji yo'q, tikansiz gul yo'q, gul ishqida sayramadan bilbil yo'q. To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat, hozir Sardor siz qo'shiqni aytib bering, she'r berdi qo'yinglar va konkurensiya kerak emas, do'stim. Ha, ustoz bilan o'zimiz she'r aytib qo'yamiz, maylimi? Kamol, aytasizmi yaxshimi? Keling do'stim. Avvalambor assalomu alaykum. Uzoqdan va yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Yoshlarimizga baxt tilaymiz, do'stim baxtli bo'ling. O'zingiz baxtli bo'lingiz. Yuqoridagiga yaxshi gaplarni qo'shilamiz. Hammaga rahmat. DJ Ruslan. Bitta rasqarsa jonim shigitimizga omading bersin aka. Assalomu alaykum. Omon bo'ling, Kamol. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mavlida Behruz искренне поздравляю вас с Днем бракосочетания. Nima deymiz? Bravo. Ishlaringizni omad. Hayotda o'nqir jo'qir yo'llar bo'ladi.
omad tilayman shu yo'lda omadli o'tingizlar. Nimaki mani hamma yaxshilar qilyapti, hamma shu yaxshilikka qo'shmay nima deymiz. Shuka sizga spasiba bo'lishgan apa, sizga spasiba man. Hamma to'pchilar Laziz, Behruz, Doston, Sardar, kimlar Bahir, Marlin. Hamma sizlarga dobro jilayman. Rahmat, Selvi. Bitta guldiraz qarshi aytamiz. Mana bu qizimizni san'ati boshqacha. Ko'ytadog' elining eng bir suyukli san'atkoriga aylanib qoldi. Selvi xush kelding. Mashinaman dueti ziyada olsun. Senin ocağında çünkü altı ödür davarları Allah nasip eylesin. Mavluda bilen Selvi cinsde kongruensi deyip ma'nay tamam. Ma'niyatim. Çünkü Mavludayam ovozi qattiq, bariton ovozi bor. Qo'shiqda man deganni sindiradigan qiz. Selvi ham shunaqa. Lekin ikkalasi do'st jo'ra. Ana shunaqa bo'lsin. Bitta guldiroz qarshi jalamiz, Selvini yaxshi niyatlar bilan kechamiz davom ettiramiz. Do'stligingiz abadiy bo'lsin. Allohjon baxtli bo'lib hamisha yonimda bo'ladi. Bugun baxtimizda yanımda çağırdığı için çok sağ olun. Allohjon hamisha çarşamba boş bir yere gelmesin. Çağrılar, ahlıklar, çoğuluklar hamisha toyup oturalım. Allohjon baxtli olun. Çarpalıyım mı? Güldiroz qarshi aytamiz. Azamat she'rda yaxshi niyatlarga azamat do'stimiz O'zbekistonda kelgan buyuk san'atkor desak mubolag'a bo'lmaydi. Zo'r tilini yondirib turgan yigitimizga bitta guldiroz qarshi aytamiz. O'zbekistondan kelgan san'atkorimiz Mavludaxonni ashaddiy muxlis desak, o'zi zo'r san'atkor, lekin Mavludaxonni qo'shiqlarini yaxshi ko'radi. San'atini yaxshi ko'radi. Ustoz mana shu yigit. Har bir joyda azizdir mehmon. Mehmonni nisbatan judo etmasin. Yaxshi umid bilan yozilib dasturxonim. Qadam yetgan joyga balo yetmasin deb mana shu to'yni hurmatlab kelgan yigitimiz omon bo'ling. Azamatli guldiroz qarshi aytamiz. Xush kelding do'stim. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. 2 yoshga baxt tilaymiz. Nasib qilsa dunyodagi eng baxtli oilalardan biri bo'lingizlar. Hamkasb san'atkor do'stlarimizga yaxshi tilaklar bildiraman. Shu tilaklarga qo'yaman. Baxtli bo'lingizlar. Qarshi aytamiz. Katta rahmat boshingiz omon bo'lsin davlatingiz. Behruz mana bu yigitimizga alohida sevadigan do'stlaringiz alohida bitta guldiroz qarshi aytamiz. Behruz san'at ustoz buning san'ati boshqacha. Aytib qo'ying o'zingiz. Bugun yayınlanadigan maydimi? Mayli qo'shig'i bilan bugun to'yga hamda o'zini juft qo'shig'i bilan Behruz senga atagan ajoyib qo'shiqlari bor. Shu yigitimizga bitta guldiroz qarshi aytayliklar, ijoddan to'xtamaydi. Ijodi yaxshi. Ukajonim qo'ling ko'ksidingda har doim Alisher Fayzdek. Mehr muhabbati boshqacha bu yigitda. Enerjisi ham hech qachon ijoddan to'xtamaydigan yigit. Shunaqa yigitlarimiz bor, biz quvonishimiz kerak. Yaxshi niyat aytasan, Behruz? Omadingizni bersin. Rahmat, sog'lik salomat bo'ling. Mavlid opa, eng sevgan opam, buni hammamiz bilamiz. Behruz do'stim, to'ylar muborak bo'lsin, baxtli bo'ling. Har doim baxtli bo'ling. Shu yerda meni Dostonbek do'stim bor. Siz navbatni unga bersam. Meni muzikatim, meni ashulalarning hamma muzikalarini shu bola ishlaydi-da. Shuga ruxsat bersam. Mavlid opa, siz yaxshi taniysiz. Baxtli bo'ling. Rahmat do'stim. Assalomu alaykum avvalambor hamma mehmonlarga. Mavlid opa, Behruz aka, to'ylaringiz qutlug' bo'lsin. O'sha Ruslan akaning aytgandek, bu chunqur yo'llarda bilan qo'l tutishib o'tinglar, hech qachon yomonlikni bilmay o'tinglar. Baxtli bo'ling, bir umr qo'sha qari o'g'il qizlaringiz ko'p bo'lsin. Hamisha shunaqa to'ylarda, hamisha og'zingizda qatnashmak nasib qilsin. Rahmat. Omon bo'ling do'stlar. Guldiroz qarshi keling. Muvaffaqiyatlaringiz charchamasin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar hamda Turkmaniston xalqi. Behruz aka, Mavlud opajon,
Har doim shunday yuzlaringizda tabassum arimasin. To'ylaringiz muborak bo'lsin. Ishq ertaga tugab bitganda, isming yoding dildan o'chganda, ko'ngling meni xumor etganda, sog'inmagin, kela olmasang. Baxtli bo'linglar, salomat. Katta rahmat. Marlin. Opajonim Marlin Qo'ytandoni yosh kelajagi shu Marlin yigitimizga bitta guldiroz qarshi aytganinglar. Buni ovozi boshqacha. Yaxshi niyatlar bilan xush kelibsiz. San'atkorlarimiz eng kenjatoyi. Assalomu alaykum hammalarga. Valida Bobiyxo'zaka to'ylarimiz muborak bo'lsin. Shaytonlar hammasiga qo'shilaman. Rahmat siz berganligingiz uchun. Umar bor edi. Kenjatoyimiz Umar bor edi. Umar. Borlar. Azar hammalarga katta rahmat. Yerlaringizda o'tirib bilasizlar san'atkorlar. Kechamizni davom ettiramiz ajoyib taronlar bilan. Boyatdan beri Laziz sahnada qolishini so'raymiz. Lazizda podarka bor. Tortni so'ngga qo'yamiz ustoz. Yangasi Saodatxon sizni ham qurimizga taklif qilamiz. Aziz mehmonlarimiz ajoyib sozlar bilan qo'llab-quvvatlaylik. Lazizning oilasidan surprizlar bor. Sarpoylar bor, ajoyib sozlar bilan. Saodat yengasi, assalomu alaykum. Boyatdan beri gapirmayman deb turibdilar. Endi gapirasiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mavluda, Mehruz, baxtli bo'linglar. To'ylaring muborak bo'lsin. Arzimas ailamizning nomidan sovg'amiz bor. Sovg'amizni qabul qilinglar. Barchangizga rahmat, sog' bo'ling. Baxtli bo'ling. Mavluda. Guldiroz qarshi chalamiz. Tortni stolga yeb qo'yasiz. Hozir tortga vaqt bor. Ajoyib sozlar olsin. Lazizning oilasidan. Sho'rda kesasiz, tortni kesib qo'yasiz. Lazzat, bir daqiqa. Mikrofon keldi. Mavludaxon bilan necha yillardan birga mana shu san'atda birga qancha qadamlarni, qancha to'ylarni o'tkazgan. Shoulovlar oilasini alohida tabrigi sen uchun bo'lsin. Lazzat Kamal uchun. Sizlardan katta iltimos kuyovjo'ralarimiz bitta shu yerga tort kesish uchun stol olib kelingizlar. Yoshlarimiz baxtli bo'ling. O'sha qarang Mavluda, umringiz uzoq bo'lsin, Behruz ham. Baxtli bo'ling. Temur. Kuyovjo'ralar yonida turinglar iltimos. Marhamat, Kamal. Omon bo'ling. Oilangiz mahkam bo'lsin. Behruzjon Mavludaxon uchun. Mavludaxon Behruzjon uchun yaratganlar rost bo'lsin. Jonni bir yosh tug'ilgan kunimizni tabriklaymiz. Son kesamiz. Son. Temur, spasibo, bratan. Endi hammalar to'ylarimizga chorlaymiz. Shobahram Umbarovning ajoyib ijrosi ostida kechamiz davom ettiramiz azizlar. Bitta qarshi chalasizlarmi? Bizni ham gruppamizga. Shobahram Umbarovning gruppasiga qarshi chalgan inson qo'lida bo'lmasin. Davlat sizlar uchun, Mavludaxon hamda Behruz uchun. Yeah.
Hadi gülmeyin. Ya pодарю тебе пьяный, пьяный миллион. Я подарю тебе жасмин, без повода и без причин. Amerika rahmat. Behrouz Nasimov ukajonda muhabbatga qarang. O'ynaymiz Canım sağ ol canım. Timur.
Sudani'den Gazapoli yiğitler için. Hazırız.
Hey!
To'yimiz yaxshi vaqtda o'tib o'tiramiz xaslachalarini iltimos anons tark etmaydi. Sizlar uchun eng yaxshi qo'shiqlarimizni endi aytamiz. Endi aytamiz. Imtihon aka ustozim tomda aka shomda sizlar uchun aytamiz. Ustozim Imtihon aka aylanasiz. Temur akam chorlang davramizga. Eshitdilar aka, bormi sizlarimizdan? Eshitmadingdir. Qani to'yimizni davom ettiramiz. Shunday ekan aziz mehmonlarimiz, qadri baland qadrdonlarimiz, hammalarimizga to'ylar muborak bo'lsin. Hayotda ko'p narsa talab qilmayman. Faqatgina tinchlik bor bo'lsin deyman. Kelin kuyov doim sog' bo'ling, omon bo'ling. Niyatingiz pok bo'lsin, murodingizga yeting deyman deb ishq ochabilir misiniz? Best Royal düğün salon ışıkları açalım. Best Royal düğün salon ışıkları açalım. Bugün ustoz yigitlarning tug'ilgan kuni ekan. Behrozning oshnalar Temur. Bir daqiqa bitta davramizga keling, sizdan iltimos. Behrozga gul biroz xaslachaga insonning qo'lini dard ko'rmasin deymiz. Behroz oshnani olib qaytasiz. Best Royal düğün salon ışıkları açalım. Best Royal düğün salon. Behroz keling do'stlar. Keling davramizga. Eldor.
qutlayman. Jonlarimiz sog'lik, nasib qilsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Har zaman sizlarni istasam to'yxona deb kelib yurayin. To'y deb kelib yurayin. Nasib qilsa menday yoshlarimiz ko'p bo'lsin. Har zaman xizmatlarimizda jurayin, nasib qilsa to'y deb qatnashaylik. Bugun ham Eldarashlarning tug'ilgan kuni ekan, esimizdan chiqqan ekan. Eldarashlarni ham qutlayman. Eldarashlar 30ga kiribsiz. Kirgan bo'lsangiz ham qutlayman. Ömrünüz uzoq bo'lsin. Qaysi ichanamiz ham Timur? Bir arzimas bir tadbirkor bor edi. Qo'shimma qarasizlar. Timurga budiroz qarshi ichadinglar. Eldor yoshingiz uzun bo'lsin do'stim. Behruz qutlab turibsiz-a? Ustozimga beraman. Salomat bo'lingizlar aziz mehmonlarimiz. Mana shu ikkala yigitning ham to'yini men o'tkazganman. Eldor kelinimiz bilan Timurjonni to'yi birinchi to'ylardan edi. Timur mana bu sovg'a Mavlidaxonning ham yangasi, ham opasi Dilrabaxon opasi nomidan ushbu prezimizni qurimizga qo'ygan edik. Bu Timurjonning sovg'alari. Tug'ilgan kuni bilan Shokajon davom ettiramiz. Eldorjonni tabriklayman. Elaylar yoshingiz uzun davlatingiz yodi bo'lsin do'stim. Behruz, mana shu Timur oshdek ham shu yoningda. Behruz to'yga borganda Behruz yonida turar ekan. Behruz sen nimada kelding desa, metrobusdami, avtobusdami desa, yo'q, men oshdan mototsiklda, motorda keldim. Shoshning yoningda hamsha. Yaxshi ko'rasan Timur. Timurni armiyasing yaxshi ko'rasan. Eldorni yaxshi ko'rasan. Shunaqa do'stlaring bor. Quvon do'stim. Lekin hayotingdagi eng zo'r do'sting mana shu yoningdagi. Hech qachon o'ksilma do'stim. Boshqaga qarama, haloling bordir. Har doim uyingda kutadigan juftu haloling ayoling bordir. Gohida shod bo'lib, gohida g'amgin. G'amgin kunlaringda shodligingdir u. Man degan yigitlar chiqsin davraga. Qanaqa zo'ri bo'lsa ham ayolingdir u. Bugun quvongin do'stim. Qo'lingdan tutadigan, sevgan yoring bor. Behruz, men senga aytayin do'stim. Kecha tun sahar qarashadigan insoning bor. Guldiroz xarsaychanamiz qotil rahmat. Oshna. Joshimiz. Hamşa cemaatimiz içinde yüzümüzü yapacağız. Burkan! Burkan deganda mo'maydan emas. Burkan! Bittalar emas. Başka cemaatine işine yapsam ne yapsam? Arak ben de gene aslında ne de bizatlar. Düşmanlar kim toplasın? Biz bu alacaklar. Aramızda ne için? Bir şey. Güzel biraz. Aşklar, to'yingizni qutlayman, nasib qilsa. Umringiz uzoq bo'lsin. Kelin qo'shiqlar arzimagan tadbirkor bor edi, qo'shimni qarasiz. Ajoyib sovg'a safolar do'stlardan to'kisish marosimi. Hey! Sağlıklarına havale olsun. Behruzjon, Timurjon do'stligingiz abadiy bo'lsin. Mana armiya xizmatidan to mana bugungi kungacha ajoyib holda do'stligingiz davom etgan ekan. Bundan so'ngra ham farzandlaringiz bir-birlari bilan do'st bo'lib o'tsin. Omon bo'ling. Boshingiz to'ydan chiqmasin.
ilohiy ataganlaringiz to'ylarga ketsin deb aziz mehmonlarimiz ana endi esa ruxsat bersalaringiz kelin kuyovlarimiz uchun Behruzjon bilan Mavlidaxon uchun atalgan shirin tortlarni Rosa Butik pastamizni bütün xalqimizni emas, nafaqat bizni xalqimizni bütün İstanbul bo'yicha o'zini chevar mohir qo'llar bilan har kizni og'zini tadini qoldirgan. Bugun esa mana shu to'yimizni go'zal tortini hazırlagan. Bizi san'atkor ukamiz Hasanjon oilasidan Rosa Butik ayolini hamda go'zal ikkita egiz farzandlarini bugungi to'yimizda ko'rgan ekanmiz. G'oyatda xursandmiz. Qo'llaringizdan ko'rmasin. Ilohi dunyo turguncha tilingizlar. Go'zal malikalarimiz uchun ona otalari doim omon bo'ling, bor bo'lingizlar deb Rosa Butik tarafidan tayyorlangan go'zal tortimiz kelin kuyovlarimiz Behruzjon Mavlidaxon siz uchun. Kelin kuyovlar bugun sizning ismingiz yarashibdir bir-biringizga jismingiz. Nurga to'lsin uyingiz, chinordek uzoq bo'lsin sizning umringiz. Chinor soyabosini ona boshiga, tollar singillarimizga halinchalik bo'lsin. Kelin kuyovlarimiz yetishsin ona ota yoshiga. Har kimni shunday to'ylarga yetkazish muyassar qilsin deb sizlarni go'zal to'yda kezishga ruxsat beramiz. Behruz bizniki eng kenjatoy zikirimizni shirin tilaklar bilan davom ettirmasdan oldin marhamat sizlar uchun atalgan shirin pastalari kesishlaringizni ruxsat beramiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kechamizga tashrif buyurgan aziz mehmonlarimiz, kechamizning qiroli va qirolichasi, kechamizning shoh malikasi, hurmatli kelin va kuyov. Men sizlarni bugungi bag'at to'ylaringiz bilan o'z nomimdan, qolaversa ijozat guruhimiz nomidan, qolaversa hurmatli aziz doktorlar nomidan chin qalbdan tabriklaymiz. Yoshlarimizga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Kelajak ishlaridan omad tilaymiz. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin, baxtli bo'lsin. Nasib bo'lsa, Behruzjon bilan Mavlidaxon xonadoniga hamisha to'ylarga kelaylik. Baxtli umrning ajoyib oni. Sevishib to'y qilganlarning yo'qdir armoni. Bag'at to'ylaringizga do'stlar marhaba. Sizlarga muntazir to'y dasturxoni. Bag'atlar o'tsin og'ajon peshonangizdan. Omad kelib tursin yangajon peshonangizdan. Do'stlar arimasin qashonangizdan. Bag'at to'ylaringiz qutlug' muborak bo'lsin. Bosgan qadamingiz gullarga to'lsin. Mavlidaxon Behruzboy. Endi bugun yoshlarimizni unashtirib qo'yamiz. Shirin tortlarni kesayapti. Ustoz ikki og'iz ijozat bersangiz. Mavlidaxon, sizga bugun Turkmaniston davlatidan internet orqali aloqaga kechgan Barno xonim opamiz nomidan, Sayraxon Eshtimirova nomidan, Juragil opamiz nomidan, sizlarni Jonboy tog'angiz nomidan chin qalbdan tabriklaymiz. Bugun sizga tilaklaringiz ham buyuk, sizlarga tilagimiz kuytandag'imizdek buyuk, orchamizdek uzoq umr, buloq suvidek hayotingiz qaynab bo'lsin. Bir-biringizni hurmatda, izzatda sevib, sevilib yashang. Bugün to'y kechasi shodlik ayyomi. Bugün to'y kechasi shodlik tashakkur. Qani ey do'stlarimiz ko'taring qadah. Qani ey do'stlarimiz ko'taring qadah. Behruz Mavlidaxon baxti uchun. Qadahlarimiz
omad yo'lkasini yo'lasin. O'tib ketgan bobolarning pok ruhlari qilasin. Sizni ko'rib do'stlari doim havasi bilan qarasin. Har qadamda yomon ko'zdan Alloh o'zi asrasin. Kamol. To'ylar muborak bo'lsin, yoshlarimiz baxtli bo'lsin, xushxabarsinlar. Azizbek, Saodatxon keldimiz. Amon bo'lingizlar, qo'llaringizlar ko'rmasin. Mana bugungi kechamizga ajoyib holda kelgan yo'llarimiz uchun Saodatxon отдельный shirinlik tayyorlab bergan. Amon bo'ling, boshqa qo'llaringizlar ko'rmasin. Hayotingiz esa ushbu to'rtdek shirin. Nozik qalblaringiz hech ko'rmasin g'am. Shahnoz ko'zlaringiz hech bilmasin g'am. Istardim uyingiz gullarga to'lsin. Istardim yo'lingiz bexatar bo'lsin. Istardim sevgingiz betakror bo'lsin. Istardim sevgan yoringiz Behruzjon umr boqiy Mavlidxon bo'lsin. Yoshlar baqiy bo'lsin. Yoshlarimiz baxti uchun qadaqlarimiz Behruzjon Mavlidxon uchun. Mavlidxon Behruzjon uchun yaralgan rost bo'lsin. Marhamat keling yo'llarimiz uchun. Katta qadaqlar. Ustoz, sizga katta rahmat. Bu jahon amoga iltimos qilsa ichamizga qadamlar ko'taringlar. Aziz do'stlar, Temur, berga katta rahmat. Pastga chiqarolim. Vaqt saqlanasi, pastga chiqarolim. Nesmoya. Mavluda, bak ekran, burada. Aferin efendim. Mana şu yiyeceğimizi ya büyükken Mavlidxon opasının toylarında şirin pastalardan aman bakın canınız sağ olsun, umriniz sağ olsun. Dilemoğlu'nun bölümündeyiz. Roma dostumuz, Roşan dostumuz, hayallerimizin başındaki Bulut Organizasyon'un acayip efektler aslında. Şükür dostumuzun acayip tümünler aslında. Bugünkü akşamımızda yoshlarimiz uchun bahsozi. Родные Dilemoğlu'nun bölümündeyiz. Желаем успехов. Самое лучшее. Будь счастливыми. Мавлидxon, Behruz. Желаем успехов. Hareketi Sabahlı Umbarf'ın icrasında. Behruz akamiz Qani rahmat o'rtaga borishga taklif qilamiz. Qani rahmat kerak yo'llarimizni borishga taklif qilamiz. Baxtimizni kerak yo'llarimiz. Ramazan Bratish. На дороге моим проход мой месяц. Я забил времена, годы не зима, лишь
tanesi Моя мой голос не доходит для тебя, моя Интересно, ты точно моя Думаешь, ты грустишь Интересно, ты тоже моя Ты такой, проливаешь слезы по ночам Твой аромат витает в воздухе Я глубоко выдыхаю тебя Я слышу твой голос Время времени Если бы ты только знала, как сильно я тебя люблю Твой аромат витает в воздухе Я глубоко выдыхаю тебя Я слышу твой голос Время времени Если бы ты только знала, как сильно я тебя люблю Без тебя боль в моем сердце не утихает Ни на земле, ни на небе она никогда не будет познана Каждый уголок моей комнаты покрыт льдом Мое сердце неподвижно, курение нагревает Интересно, ты моя единственная Ты думаешь, или тебе грустно Интересно, ты моя единственная Ты такой, проливаешь слезы по ночам Твой аромат витает в воздухе Я глубоко выдыхаю тебя Я слышу твой голос Время времени Если бы ты только знала, как сильно я тебя люблю Аромат витает в воздухе Я глубоко выдыхаю тебя Я слышу твой голос Время времени Если бы ты только знала, как сильно я тебя люблю Şaylansın beni Gözlerin başı Ciğerimin ziyer Nedir başı Dostların hayrandır Tavus basışı Zalim'in sözleri Zalim dillerim Şaylanıp sürmeli Öldürün karşı Cehennemin diğer Nedir bakışı Dostların hayrandır Tavus basışı Zalimin sözleri Zalim dillerim Şivan nedir
Öz yaşım gönlümdedir. Öz yaşım yanımdadır. Yıldırsam senin toy günü ay gün söğüşüm. Hayırlı, Behruz, hadi buyurun. Tarafta gelen ihvanlar, hadi. Oynayın sen. Come on, come on. Şaylansın beni gözlerin karşı Ceren'in ziyaret nedir bakışı dostlarım hayrandır tavus basışı Zalim'in sözlerim zalimlerle Beni yazsana Şayanın sürüleri Öldüğüne karşı Ceren'in diye Nedir bakışı Dostlarım hayrandır Tavus basışı Zalim'in sözleri zalimlerle Şeman nedir Öz yaşım gönlümdedir. Öz yaşım yarımdadır. Yıldırsam seven toy günü ay gün söğüşüm. Hamdega rahmat. To'yimiz yaxshi bo'ldimi? Bitta qasr chalamiz. Spasibo. O'ylanmoqda ukalarimiz, turmushga chiqmadik singillarimiz yaxshi o'shangalarga kelin bo'lsin. Aka, kuyovning demayman. Va eng bir yaxshi kunlar sizlarga hamroh bo'lsin deymiz. Mana shunaqa to'y tantanamizning chiroyli onlarida kelin turkimiz o'zlaricha tanlagan baxt uylarga uzatamiz. Aziz mehmonlarimiz shunday ekan, mana bugungi kechamizni oxirlar ekanmiz. Bugun Do'stmurodlar oilasi va Ishbayevlar oilasiga hurmatli izzatlar kelgan barcha mehmondoslarimiz kelganlarimiz uchun kattadan katta rahmatlar aytamiz. Bu kechamizni oxiriga yetkazar ekanmiz. San'atkorlar to'yida san'atkorlar duo bersin. San'atkorlarning duolari qabul bo'ladi ekan deganlaridek, aziz mehmonlarimiz, bugungi kechamizni bizni yakunimiz bilan duo olgan omondir, qarg'ish olgan yomondir. Duo bilan el ko'karadi, yomg'ir bilan yer ko'karadi degan birdik. Keling, san'atkorlar quradi. Shodaxon Umbar, Lazizbek, keling. Nima deymiz? Behruz, mana biz qo'shiqlarimizni, bugun to'ylarimiz 10 nomorda hammasi ko'p bo'lishmoqda. Baxtimizni Nevaramdan qo'shiqlarga amin. Amin. Baxt bo'lsin. Amin. Amin. Baxtimizni yo'llaringiz bo'lsin. Mana shu qanday zamonaviy qo'shiqlarimiz sizlar uchun. I'm
Say what
Shona babasi davramizda bor ekan, Shona babasi kelib to'yimizni yakuniy yasab keling, kuyovlarimizga duo berib ketsin. Keling Shona aka. Ulug'lar ulug'i bo'lgan. Duolari mustahkam bo'lgan, yoshlari ulug' bo'lgan. Shona babasi keling. Shu gün qattiq shog'alamni kechirdim. Men nevaram Behruz bilan bular bizim akamizning qizi Madinaning to'yini shunday bir yaxshi o'tkazdik. Xizmatkorlar sizlarga katta rahmat. Dejan Allohjon, shu do'st Murodlarning boshqalasi, Ishboyevlarning boshqalasi, shu boshqalari davom etib, o'g'il qizlarim katta ko'p nasib qilsa, shu avliyaga jetganlar. Amin. Allohjon, shulardan bizdan qo'rib, bundan buyoqqa sog'man, vaqt yashaman. Amin. Aytganingiz kelsin, ulug' duolaringizni qabul qilgani rost bo'lsin deb ikkala oilaning qurgan quda-qudachiliklari ming yillik bo'lsin. Nasib bo'lsa, elimiz nazaridan qolmay yuringizlar deb barcha san'atkorlarimizga boshimiz yerga tegunicha ta'zim qilamiz. Erdarsan Farabda aka. Qani, Habibga, Fransiska bilan chiqdi. Davlatsan Farabda aka. Bu
pulli Olmasın ağrılar Çayli pulli Olmasın ağrılar Спасибо, Россия! Первый класс я Вот так это Пахуя туда Эй! Yargın başın ibadelerken Kiyadına yüreğine şifalarken Asla asla kadam basan Kurtulursun kadamlar Asla asla kadam basan Kurtulursun kadamlar Karalar, karalar, karalar